14-oktyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 14-oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 8,64 so'mga qimmatlab, 12.149,75 so'mni tashkil etdi. Yevro 30,30 so'mga qimmatlab, 14.087,40 so'm bo'ldi. Funt sterlin 66,15 so'mga qimmatlab, 16.203,85 so'mga yetdi. Rossiya rubli 1,03 so'mga qimmatlab, 150,44 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 0,56 so'mga arzonlab, 1703,55 so'mga tushdi. Yapon yenasi 0,37 so'mga qimmatlab, 79,83 so'm bo'ldi. Qozoq tengasi 0,04 so'mga qimmatlab, 22,60 so'mni tashkil etdi.